Zavodskoy antipriz bilan 70 000 kilometrga do yurgan bitta Damas Galovga keldi. O'zimiz bu taqaradan olib keldi. Akbarjon degan ukamiz. Meni bilishim bo'yicha Zavodskoyda qolib ketgan antifriz. Qaranglar. Galovkani shu holatga olib kelib qo'ygan. Birinchi ochilishi mana, birinchi remont. Mashina avtorasud qilgan, endi sababini bilasizlar, nimaga avtorasud qilgan. Gnezdolari ham uflab qolgan, вообще. Kelgan eng yomoni mana. Suvni kanallariga e'tibor beringlar. 70 000 kilometrga bu holatga, 70 000 kilometrda bu holatga olib kelib olish faqat shu Zavodskoy antifriz qolib ketsa, endi ko'pchilik aytish mumkin. Aka, men 80 000 yurdim, meniki zo'r-u, sizniki zo'r. Zanglamagan bo'lishi mumkin sizniki, sifati yaxshi bo'lishi mumkin. Mana shuni xudo xolasa shunaqa qilib beramiz aka, mana. Kuzatishda davom etib tursanglar bo'ldi.